Ey insoniyat, bunga nima deysan? Daraxtlar va chechaklar chang olgan ikki arining biridan bu chang bolga aylanadi, boshqasida esa zaharga. Bir irmoqning ikki yoqasida ayni suv va tuproqdan oziqlanib o'sgan ikki qamishning biri shakarga to'la bo'ladi, boshqasi esa bo'm-bo'sh nay. Ishonganlar va ishonmaganlar ham shunga misol bo'ladi. Alloh madh etadi. Bir kuni Hazrati Hasan va Hazrati Husayn radhiyallohu anhular birin-ketin xasta bo'lib qoldilar. Allohning habibi sallallohu alayhi va sallam janobimiz bir qancha sahobalari bilan aziz nabiralarining ziyoratiga keldilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu qutlug' mehmonlarni eng buyuk saodat bilan qarshi olib, uyining to'riga taklif qildi. Allohning rasuli jannat chechaklari kabi xushbo'y ifor taratib turgan bolalarini quchoqlab erkalatdilar, boshlarini siladilar. Kelgan sahobalar shunday dedilar: Ey Ali, farzandlaring uchun biror narsa nazr qilmaysanmi? Qilaman, albatta. Xo'sh, nima qilmoqchisan? Alloh roziligi uchun ro'za tutaman. Allohning arsloni Hazrati Ali bilan ayollar olamining toji, insoniyat huri Hazrati Fatima Zahro radhiyallohu anha Alloh roziligi va unga shukr qilish hamda farzandlarining sog'ayib ketishi uchun Janobi Haqdan niyoz so'rab 3 kun ro'za tutishni nazr qildilar. Alloh taolo ularga lutfi ihson etib, Hazrati Hasan bilan Hazrati Husayn radhiyallohu anhular tezda shifo topdilar. Hazrati Ali bilan Hazrati Fatima ham niyat qilib ro'za tutishni boshladilar. Ko'k yuzida charaqlagan quyosh, issiqda yonayotgan qumlar, olov purkayotgan qoyalar, boshlaridan o'tayotgan oftob ularga hech qanday ta'sir o'tkazmasdi. Iymon jo'shqinligi ichida ro'zalarini davom ettirdilar, ammo iftorlik uchun yegulik narsalari yo'q edi. Ilm va hikmat ulug'vorlik madani Ali radhiyallohu anhu bozorga borib, bir yahudiydan iftorlik qilish uchun qarz olib 3 kunga yetadigan miqdorda arpa sotib oldilar. Ey Fatima, mana istaganingcha non pishir, dedilar uyiga olib kelib. Insoniyat huri Hazrati Fatima Zahro arpaning bir qismini yanchib, kishi boshiga bir donadan non yopdi. Uydagilar quyoshning botishini va shom azonining aytilishini kuta boshladilar. Ayni iftorlik payti bo'lganida kimdir eshiklariga keldi. Kim u? Assalomu alaykum ey Allohning ahli bayti. Va alaykum assalom. Marhamat qiling. Biror istagingiz bormi bizda? Ha, ey Ali. Xo'sh, qanday yordam bera olamiz? Men bir faqir musulmonman. Siz mening qornimni to'ydiring. Evaziga Alloh sizni jannat ne'matlari bilan mukofotlantirsin. Yaxshi, birodarim. Allohning arsloni va avliyolar sultoni Hazrati Ali radhiyallohu anhu Fatima onamizga xitob qildilar. Ey Rasulullohning jigar borasi, ey iymon va sharafning kamoliga sohiba Fatima, ko'rib turibsanki, yurakni parchalovchi holatda eshigimizga kelib turgan mana shu miskin ochlikdan bizga arz qilar ekan, hol tili bilan Allohga noz va niyoz qilmoqda. Payg'ambarlar sarvarining qadri buyuk qizi jannat ayollarining sayyidasi Hazrati Fatima, ey amakimning o'g'li, amringizga muntazirman. Garchi bu miskinni xushnud va mamnun qilishga qodir narsaga sohib bo'lmasak-da, ammo umid qilamanki, bir bandaning qornini to'ydirish orqali xayrli insonlar qatoriga qo'shilib, Robbimizning rizosiga erishamiz. Irfon dengiziga g'arq bo'lgan Ali radhiyallohu anhu darhol dasturxonlaridagi iftorlik yeguliklarini faqirga ikrom etdilar. Faqirning yuzida saodat chechaklari ko'rtak ochdi va quvonchdan terisiga sig'may ketdi.